Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Agromat YouTube kanalimizda navbatdagi Zubur 1105 mini traktorlarimizni obzor qilamiz. Ushbu videoda sizlar bilan ikki xil pozitsiyadagi Zubur 1105 mini traktorini ko'rib chiqamiz. Bir-biridan farqlari, bir-biridan afzalliklari, plus hammasini birma-bir ko'rib, tushuntirib, keyin Xudo xolasa narxlari bilan ham tanishtirib o'tamiz. Obzorimizni boshladik. Eski partiya Zubur 1105 mini traktorimizdan boshlaymiz. Ya'ni buni tanishtirib o'tganimizdan keyin yangisini tanishtirganimizda siz yangisiga qo'shilgan funksiyalarini bilsanglar bo'ladi. Xo'p, traktorimiz 1105 18 ot kuchiga ega, motori original, o'ziga o'yib yozilgan. Ya'ni aynan siz shu yeridan bilsangiz bo'ladiki, motori original yoki original emasligini. Oldida qo'shimcha ikkitalik faralari bor. Akkumulyatori 40 talik, hamda akkumulyatorga alohida zaryad berish uchun alohida dinamlar ham o'rnatilgan. Gulshitillari ixcham qilib ishlab chiqarilgan. Ertaga bog'ladi, daraxtlarning tagida yurganingizda xalaqit bermaydi. Tablosi bor, ya'ni akkumulyator moyi hamda temperaturani ko'rsatib turadigan tablolari ham o'rnatilgan. Oldi baloni 6 ga 12 hamda orqasi 650 ga 16. Orqa balonni aynan bu partiyadagi 1105 traktorimizda orqa balonni razmeri qo'yib kengaytirib toraytirib bo'lmaydi. Bu balondan bu balon orasi ozish holatda 1 metr, ya'ni 50 agatlarga tushadi. O'zini komplektidagi 1.15 lik tuproq maydalaydigan frezasi hamda ikki korpusli pulugini bemalol ko'tarib tushirib ishlata oladi traktorimiz. Понижний повышение 3 dan 6 ta skorosti bor. Xo'p, soatiga nagruzkada 1 litr, uzog'i 1,5 litr salarka yeydi. Xo'p, buni bir ishlatib ko'rsatgandan keyin Xudo xolasa yangisiga o'tamiz. Yangi partiya Zubur 1105 mini traktorimizni tanishtirishni boshlaymiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, oldida qo'shimcha 6 ta fara o'rnatilgan mini traktorimizga. Akkumulyatori 40 talik, yaxshi sifatga ega hamda akkumulyatoriga qo'shimcha zaryad berish uchun oldida alohida dinam ham o'rnatilgan. Traktorimizning bu partiyada gulshitillari ancha baland, yaxshi sifatga kelgan. Bu traktorimizni ham motori original 1105 motor, ya'ni o'ziga traktorimizga o'yib yozilgan. Mana bunga ham ko'rsanglar bo'ladi. Aynan aytib o'tganimdek, shu yerdan motori original yoki original emasligini bilib ertaga xarid qilsanglar bo'ladi. Oldi baloni 6 ga 12, orqasi ancha katta razmerda kelgan, ya'ni 750 ga 16. Bundan tashqari bu traktorimizda palovosi ancha uzun kelgan, ya'ni bemalol razmeri qo'yib kengaytirib toraytirsalar bo'ladi. 60-70 agatlarga bemalol kengaytirib toraytirib razmeri qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, traktorimizda qo'shilgan yangi funksiya, ya'ni bunda ikkitalik rasprediteli bor. O'zini o'sha komplektidagi frezeri yoki ikki korpusli pulugini ham bemalol ko'tarib tushirib qo'shib ishlata oladi, hamda ertaga oldiga jadka o'rnatganinglarda ham silindrli qilib ko'tarib tushiradigan qilib ishlatsanglar bo'ladi. Понижний повышение 3 dan 6 ta skorosti bor. Buni narigi traktorlardan farqi, korobkasi ancha yaxshi sifatga ega. Ko'rayotganingizdek, bunda mana понижний повышение rejimi ham bor. Qo'shimchasiga bunda blokировкасы ham bor. Ya'ni ertaga loyga botib qolganda o'zini o'zi traktor ochib keta oladi. Qo'shimcha funksiya mana bunda rushnoy tormozlari ham bor. Rushnoy gazdan tashqari rushnoy tormoz ham bor. Alohida tablolari bor, ya'ni temperatura, moy hamda necha soat ishlaganini traktori tablosidan ko'rib tursanglar bo'ladi. Soatiga nagruzkada 1 litr yoki 1,5 litr salarka yeydi. Xo'p, buni ham komplektida 1.15 lik tuproq maydalaydigan
frezasi hamda yangicha dizayn, yangicha ko'rinishdagi ikki korpusli plugi bor. Yangi partiyadagi 11.05 ming traktorimizni ham haydab tekshirib ko'ramiz. Manzilimiz Vohadan kelganingizda, Erkin postdan Toshkentga kirganingizda o'ng qo'lda joylashgan Agromach mini traktorlar do'koni. Do'konimizda 11.05 ming traktorlardan tashqari qishloq xo'jaligi uchun kerak bo'ladigan barcha agregatlar mavjud. Ya'ni ko'pchilik qiziqadigan Zubur 196, Zubur 1100, hozirda hamma qidirayotgan tuproq maydaladigan frezerlar har xil razmerda, biri 30, biri 60, biri 80, 2 metr, 220, 2,5 metrgacha ham bor. O'rim ishlari uchun jatkalar, rotorli kasilkalar, urug' ekish uchun selkalar va undan tashqari o'rim ishlari uchun maxsus spes jatkalarimiz bor. Dori ekish uchun, dori sepish uchun dori sepkich apparatlarimizni olib kelib qo'yganmiz va undan tashqari katta Zubur 1125 mini traktorlari hamda Sinday modelidagi 25, 30, 40, 50 ot kuchli barcha xildagi mini traktorlarimiz mavjud. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, batafsil ma'lumot beramiz.